Yog' yeysan. Erkak qo'yning o'g'a bolla. Yog' yeb yalang'och yot. Oralab, bu odamlar heli bo'lgan ishlar to'g'risida mulohiza qilib qolatdi. Ya Allah, o'q degandan har qanday odam qo'rqadigan ha. Qo'rqmandigan qaylisizlar birdamdilar bu yerda hilqi nochlarning birasimi qolmadi. Anglasak, Yusuf qonni bir nochi bir kalla qo'yib qo'polmas qilib qo'ydi deydi. O'libdi. Ya Allah, shu bir kalla bilanmi? Ajal degan shu, har qanday nochining bir peg'oni to'shqan payti bo'ladi qaylisizlar. Kalla qo'ygan nochi kimdi? Kim deydi ish qilib, ilgari hech kim ko'rib boqmagan bir nochimish. Undaq bo'lsa, Yusuf qammo mushu 1-2 yilda bak hadidan eshib ketgan. Eliqi kalla qo'ygan nochini hech kim tunmaganiga qaraganda, yaratgan egamning o'zi Yusuf xonning jinini oladiganqa odam suratda avatgan Azroilning o'zi kendanglar. Deb mulohiza qildi bu gaplarni diqqat bilan anglab turgan Pakar Samspes. Yo'qsa, Samat nochi degan shu. Anglasam, o'z vaqtida u yetim yo'lsizlik qilgan ikki cherikni beshini qo'ltiqiga qisib so'rab chiqib, ikki qo'liqdan tutib, bir so'gatga mixlab qo'yib ketibdi ekan. Deb so'z qistirdi Samspesning tavani yenida samsiyib turgan oqsoqol odam. Ya Allah, kuch degan bor-kanda. Yirikcha, yiriki qopdek bor-kan. Shu kuni Abba xo'ja mozorida kishilar orasida Samat Nochi degan bir ism eg'izdan eg'izga ko'chib yurdi. Odamlar Samat Nochi to'g'risidagi voqealarga o'zining xiyolidan yangi hikoyalarni to'qib qo'shib bir-biriga yetkazishadi. Samat Nochi degan har qanday odamni bir mush bilan tik tushirib o'tamish. Yusuf xon bilan ilgari adovati bor deydi. Kalla qo'ysa, tomnimi o'rib o'tamish.